Polnotseniy 3 xonalik kvartirani ko'rib chiqamiz. Vokzal hududi. Mana bu eshikdan kirib kelamiz. Bu hududning nimalari yaxshi? Bu hududning gaz, suv, svetlariga gap yo'q. Maktab bor yaqinimizga, bog'cha ham bor. Mana bu tarafga, domning orqa tomoniga. Katta ko'chaga chiqmaydi bolalar. Mana shu tomonga maktab, bog'cha hammasi bor. Devor ham shu yerga qaralgan, parkovka joyimiz bor. 77-seriya. Qarab yurganlarga zo'r variant. Hop. Mana bu joyni ochgan ekanlar. Podyezddan kirib kelish eshigi. Mana bundoq qilib ko'rib chiqamiz. 3 xonalik polnotseniy, to'g'rimizda ikkita xona bor. Chap qo'limizda birinchi xonasi detskiy qilib beramiz. Remont talab, o'zimizga ma'qul qilib remont qilsak dahshat narsa bo'ladi. Mana bu ikkinchi xonasi, kattalarga yotoqxona qilamiz. Bu taraf katta ko'chaga qaralgan 48-maktab to'g'risida joylashgan domimiz. Sanuzellari alohida, yuvinish xonasi mandega. Hop, va hojatxonasi. Konsert mashina bor ekan. Mebellar, mana shu narsalar hammasi qolay ekan. Pollari taxtalik. Mana bu joy asli oshxona bo'ladi. Oshxonani devorini olib tashlagan bular, balkonga chiqarganlar. 3-xonasi eng kattasi mana shu. Zal qilib ishlatamiz. Ba'zilar mana bu derazalarni olib tashlaydi, tagidagi devorchasini olib tashlaydi. Katta zal bo'ladi, balkon bilan birga bo'lsa, uyimiz, xonamiz kattaroq hamda yorug'roq bo'ladi. Oshxonani balkonga chiqargan ekanlar. 6 metrlik balkoni bor. Mana bu joyni haliga olib tashlasa, katta zal bo'ladi. Mana shunaqa remont talab 3 xonalik polnotseniy 77-seriya kvartiramiz sotuvga chiqqan. Samarqand shahar vokzal hududi 48-maktabini to'g'risidagi domlar 4-qavatda 3 xonalik. Narxi $59,500 deyaptilar. Savdosi bor, ipotekaga bo'lmay ekan, faqat naqd pul asosida sotiladi. Qiziqqanlar tezlik bilan aloqa chiqamiz. Yaxshi kvartira, arzon narxda o'zimizga ma'qul qilib remont qilib olamiz. Bitta duxkonton kotelni o'rnatsak, отопление tapa tayyor bo'ladi. Pollari yaxshi ekan, taxta bu ham ancha issiqlik va himoya beradi.